Salom do'stlar, bugungi videoda men mana bu shokolad fabrikasini qurdim. Bu juda ajoyib. Uning ichi shokoladga to'la bo'lgan. Mana bu yerda shokoladlar, bularning ichiga esa tushadigan shokoladlar. Mana bu narsalar orqali o'tadi. Mana shu tok orqali. Mana buni 2 marta bosganda birdaniga shokoladlar paydo bo'ladi. Bu yer ham shokoladlarga to'la. Mana 2 marta. 1 2. Mana shokoladlar. Yana bir marta qilsak, mana ajoyib shokoladlar paydo bo'ldi. U juda ajoyib. Mana bu tepa qismi ham mana choko deb yozilgan. Tepa qismida mana bunday narsalar, bu ko'kning chiqadi va rahmat tomosha qilganingiz uchun. Xayr do'stlar. Xayr.